O'zbekistondan Avstraliyaga uchamiz do'stlar. Hozir sizlarga O'zbekiston aeroportida turibmiz. Xudo xolasa Kuala Lumpur va Indoneziya Baliga boramiz. Sizlarga общий narxlarni va общий nimada bo'lishini sertib o'tib ketaman. Bu YouTube'ga birinchi videomiz bo'ladi. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Avstraliyada ko'rishgunchangizda. Bu taraf parkovka. Bu tarafdan mana passajirlarni tushib ketishadi. Esinglar. Bu taraf tushib ketishadi. Mashinalar kelishyapti. Bu tarafdan kirib ketasizlar. Opayizlar, hozirda biz aeroport ichiga kirib oldik. O'sha international departure, ya'ni xalqaro uchib ketish zonasidamiz. Hop, ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan o'sha pastdan sumkadan o'tkazib bo'lganlardan keyin tepaga aylanib chiqasizlar. Hop, bu tarafda o'sha uchib ketish bo'ladi. Mana shunaqa tablolar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hammaning reysi bor. Hop, meniki soat 23:50 edi biletim, lekin 23:30 ga bizdan ko'chganmiz. Buni tekshiramiz yana. Ro'yxatga olish 6 dan 11 gacha ekan. Hop, hozirda 6 dan 11 gacha berdi ekan. Shundan hozir o'tib olamizda. Bagajni topshirib, ruchkalarni hammasini taroziga tortib, keyin u tarafga pasport kontroliga o'tib ketamiz. Pasport kontroliga o'tgandan keyin u yoqqa duty free uchib ketishga o'tib ketamiz. Kimdan kim o'sha birinchi marta uchayotgan bo'lsa, bu video foydali bo'ladi. Hop. Hozir o'sha mana bu очередьga o'tib, bagajlarimizni topshirib, keyin ko'rishimiz o'sha Kuala Lumpurda bo'ladi. Xo'p, va nihoyat bu yerda pasportimiz bilan biletimizni olganmiz azizlar. Afsuski mikrofonimiz o'chib qo'ygan sababli gapirishga ilojimiz yo'q edi va shuning uchun men sizlarga bu yerda aeroportni obzor qilib ketganman. Va bu yerda men reysimni o'zim ko'rsatib ketganman, ya'ni 23:30 deb. Va bu yerda bu tarafda ko'rishingiz mumkin, kapsulalar bor ekan. Bu yerda bemalol kimdir aeroportga ertaroq kelgan bo'lsa, bu yerda uxlab qolish uchun hamma sharoitlar bor ekan. Biz bu yerda syomka qilishni so'radik. Ko'rishingiz mumkin, mana ichkariga kirib ko'rsatib, mana shunaqa bir kishilik xonasi bor ekan. Bemalol kirib dam olsanglar bo'lar ekan. Buning narxlari adashmasam 300 ming yo 400 ming edi. Va bu yerda men biletlarimni ko'rsatib ketganman. Biletlarimni ko'rishingiz mumkin, ikkitasini olganman. Birinchisi bu Toshkentdan Kuala Lumpurga, keyingisi esa Kuala Lumpurdan Denpasar, ya'ni Baliga. Bu persiyatkali bilet bo'lgani uchun bagajlarni sizlar bu yerdan Toshkentda turib topshirib va Indoneziyada olasizlar. Indoneziyadan qayta rechek qilgandan keyin uni o'sha Brisbaneda oladigan bilet edi. Xo'p, va bu yerda men sizlar bilan xayrlashdim va bu yerda ekranlarni ko'rsatib ketganman. Bundan keyin esa biletlarni ham bir marta ko'rsatib, sizlarga yana tushuntirish berganman. Afsuski mikrofonimiz o'chib qo'ygani uchun umuman ovozim eshitilmagan va bu yerdan mana shu ko'chadan kirib keladigan aeroport kirish qismi va bu yerda odam juda ko'pligini aytib ketganman. Pasportni kontroldan xudo xolasa hozir biz duty free damiz. Bilmaganlar uchun o'sha o'tgandan keyin mana shunaqa har bitta aeroportda o'zining duty freesi bo'ladi. Mana shunaqa brendoviy joylar. Hamma kiyim, duxilar, mana bunaqa sumkalar. Hozir ochka do'kon ekan. Avstraliyada bu Sunglass Hut deb nomlanadi. Mana bu tarafda ham shu har xil brendoviy do'konlarni ko'rsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aylanib chiqsa bo'ladi, no bu yerda narxlar birozgina qimmat. Hop, mana shu atrofda aylanib yurasizlar. Bu tarafda har xil restoranlar, mana telefon uchun kerak bo'lgan aksessuar do'koni bor ekan. Hop, u tarafda powerbank, quvvat kimgadir kerak bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Hop. Dalish mana bu tarafda o'zimizning traditsion kiyimlar, atlaslar kerak bo'lsa, bunaqa podushkalar olsa bo'ladi. Uxlab ketish uchun mana menda bor. Shunaqa. Keyin ketmoqchi bo'lganlar, mana bunaqa sudraydigan olib qo'yinglar. Olib yurganda kerak-ondan ko'ra sudrab yurish anchagina qulay. Buning ichida notebook bor, bu podushkam va bu o'sha kerak-on. Mana kichkina sumka olib qo'ysanglar, shu pasportlarni osonroq olib yurish uchun. Powerbank, pasport, boarding pass uchun. Bo'ldi. И karta kerak bo'lsa, karta olib qo'yasizlar. Experience bunda qiyin bo'lgani uchun mana shunaqa sumka olib qo'yganman. Qatar borganimda ko'tarib yurganim anchagina qiyin bo'lgani, sudrash anchagina qulay. Kuchlarni uncha olib qo'ymaydi. Hop, bu tarafda namozxona. Hujratxona. Shunaqa. Aylanib, o'tsalar bo'ladi.
Bu tarafda ham shirinliklar bor ekan. Bu tarafda o'zimizning traditsionniy laganlar. Bu yerda mana bu kafeshka bor ekan. Kafeshkada o'tirib narsa olsanglar bo'ladi. Bu tarafda mana shu kafeshkalar uchib ketish pasdan bo'ladi. Departure prosta tepada. Duty free borligi sababli tepada aylanib yursanglar bo'ladi. Atak uchib ketish pasdan. Hozir pastga tushib ketamiz. Uchish pasdan bo'ladi. Bu tarafdan turistlar ancha odam ko'p ekan. Bu tarafda hozir o'zimizning kerakli kafeshka qidirib boramiz. Pastga ham adashmasam bor edi. Hozir iloji bo'lsa pastdan olganimiz yaxshiroq. Kim tepada yurgandan ko'ra. Yurib uch pastga tushib ko'ramiz. Shu xullas tepada faqatgina shu brendli kiyim, mana shunaqa kafeshkalar, brendli do'konlar topishingiz mumkin faqat. Pastda o'zimizning traditsionniy kafeshkalarimiz bor. Bu geytlar. B8, B9, B10, B11. Odam anchagina ko'p ekan. Bu tarafda ham anchagina kam ekan. Bu taraf faqat Fire Republic bor ekan. Ana hozir ko'ramiz. Narsa ko'ramiz deb olishga. Snacklarmi? Degan aeroport anchagina qimmat bo'ladi. Qorningizni to'g'izib kezish maslahat beraman. Men reysim kechroq bo'lgani uchun ancha to'ymagandim. Hozir snacklar olamiz. Qisqa shunaqa. Hop, keyin hozir bu yerdan o'zi chiqib ketamiz samolyotga. Hop. Taraf ko'rinmas ekan. Hozir salat oldik. Keyin suvlar, snacklar opshimizda 288 ga tushdi. Hozirlarni so'layapmiz. Republicda. Please ensure that all hand carry items. Biz Kuala Lumpurga yetib keldik. Hozir Malayziyadamiz. Meni reysim transfer bo'lganligi uchun hozir qo'nganmiz aeroportda. Ko'rishingiz mumkin. Hop, biz hozir H1 degan gate'ga borishimiz kerak ekan. Birinchi tren olar ekanmiz, ya'ni poyezdda. O'tib ketamiz bu tarafga. Hozir o'sha transfer reysimizga ketyapmiz. Bu o'sha Kuala Lumpur aeroporti. Şimdi az ketyapmiz. Hozir bu terminal joylardan biri o'tgan safar kelganimda bu terminalni ko'ra olmagandim. Bu o'zbekistonda transfer joyda bo'lar ekan. Xudo olsa bilan ko'rish nasib qildi. Hozirda biz endi hozir H1 degan gate'ga borishimiz kerak ekan. Tarafga ketyapmiz. Bu tarafda G gate'lar bor ekan. Pastda arrival,
Bu mana shu ko'rinishi aeroportni. Hozirda men H1 ga borishim kerak bo'ladi. Ya'ni H gate ga. O'sha hammasi mana bu yerda yozilgan bo'ladi. Agarda adashib qolgan bo'lsanglar, mana bu ekran qarasanglar topsanglar bo'ladi. Hozirda meniki soat 2 da. Tak, mana bu Denpasarga borishim kerak men. Mana endi chiqadi. Denpasarga H gate. Bak. İşte, поехали. Hozirda mana H2, H10 ekan. Bu собственно samolyot ko'rinishi, tez aeroport ko'rinishi. Hozir orqada aeroport xodimlari bor edi. Ulardan so'rab oldim, qayerga borishdi. Ular menga H10 dedi. Boya bitta stavka so'ragan, H1 degandi. Aynan biroz adashib ketgandir, men noto'g'ri eshitgandirman. Shu H10 hozir oxirida ekan. Keyin videoga olgan chetga chiqayotganlar, birinchi marta bo'lsaydi, har xil davlat qonuni tekshirib bor edi. Hamma joydan video olish mumkin emas. Hozir men o'zim olib ketayotganim uchun bu mumkin. Agar aeroport xodimlari sizlardan o'chirishni so'rasa, ular bilan talashib o'tirmaydi. Sразу o'chirib, xullas odamlarni video tushirish mumkin emas. Shuning uchun juda ham qattiq ko'rib qarashinglarni so'rab qolaman. O'sha arab davlatlarida bu narsaga juda ham qattiq qarashadi, shtatlari ham kattagina. Shuning uchun odamlarni primoy tushirib o'tirmaydi. O'zingizlar tushirsangiz, bu oldi. Hop. Hozir biz shunda H10 ga ketyapmiz. Menga bir kafe yo restorancha kerak edi. Boya O'zbekistondan olgan tez salatimiz ham bor edi. O'sha bilan Baliga yetib olsak, уже dal shu yerdan kafedan topib olamiz. Bu tarafda mana shunaqa kichkina shoplar bor ekan. Tako kafenya, hamda shirinlik magazini ham bor. Xullas shunaqa. Biz hozir shu oxiriga yetib olsak bo'ldi. Keyin shu bilan soat 2 gacha 2 soat vaqtimiz bo'ladi. Bemalol o'tirib, dam olib, keyin uchib ketaveramiz. Hozir sizlar bilan bilet bilan tanishtirib o'tib ketaman. Narxlari, reys soni, necha soat olishini birga o'zib ko'rib olamiz. Bu hozir shunda Kuala Lumpurning terminal 1 kelganimizda terminal 2 danmi borganiga adashmasam. Hozir qaytishda terminal 1 chiroyli aeroportga ketyapmiz. Azizlar, mana biz sonajdan chiqib oldik. H10-dan pastga tushib, pasportni kontroldan o'tib, ko'rishingiz mumkin. Mana boya boshqa samolyotdan olingan bagajlarimiz ketyapti. Men o'zim sumkamni ko'rdim, уже kirib ketdi ham. Ko'rishingiz mumkin. Bagaj osti topshirilyapti va sekin уже odamlar kutyapti bu yerda. Hozir уже chiqa boshlaymiz. Soat 1:42, soat 2 da uchamiz. Shu bilan sizlar bilan Balida, ya'ni Indoneziyada ko'rishamiz. Qiziq bir ma'lumot sizlarga, любой aeroportda, международный aeroportlarda o'zlarining Wi-Fi'lari bo'ladi. O'shanga bemalol o'ylamasdan kelishingiz mumkin. Просто shunday kirasizlar, email so'rash mumkin, yoki nomer yoki pasport so'rash mumkin. Просто upload qilib qo'ysanglar, уже ulanib ishlataversanglar bo'ladi. Va biz xudo xolisa уже soat 2 dan 5 gacha Baliga uchamiz. Soat 5 dan 5 soat o'tirib, soat 10 da уже Brisbane uchib ketamiz. Va shu bilan soat ertalab 6 da Brisbaneda bo'laman. Do'stlarim kutib oladi va u yerdan sizlarga bloklarni ko'rsatib beraman. Hammaga rahmat. Vaqtida ko'rishguncha azizlar.
Dальше ketyapmiz. Xo'p, hozir biz уже tranzit biletga bizga hozir veb-sayt viza kerak degandi. Hozir bo'lamiz. Bizga tranzit viza kerakmi yo'qmi? Chiqib tranzitga o'tamiz. Hop, bagajimizni ham oldik. Birinchilardan bo'lib chiqqan ekan bagajimiz. Mana bu endi hozir trolleyga qo'yib, adashmasam уже tepaga chiqib, rechek qilamiz, bagajlarni topshirib, endi Brisbane uchamiz. Soatimiz soat 6:00, 4 soatdan keyin bizning reysimiz. Mana shunaqa trolleyda olib olishni maslahat beraman. Biz ketdik hozir. Tepaga chiqqandan keyin dalch kadrlarni ko'rsatib ketaman. Bayzlar, biz hozirda уже tepaga chiqdik, ya'ni vilet zonasiga. Juda ham issiq, slishkim dim terlab ketganman. Ko'rsangiz hozir kiyimni ham almashtirib oldik. Bormay kirib almashtirib chiqdim. Va chimodanlarim hozir borib buni topshiramiz. Undan oldin bizda hali ham bir 3 soat vaqtimiz bor. Bitta ovqatlanib, keyin topshirishga ketamiz buni. Hozir birinchi ovqatlanib olamiz. Keyin birinchi marta kelayotganlar uchun hozirda biz birinchi etajdan 3 ga chiqdik. Ya'ni tranzitga bu arrival, ya'ni kelish edi. Ikkinchi etajda restoranlar bor ekan va uchinchi etajda уже ketiladi. Hop, hozir bu yerda уже ketish zonasi, to'g'rimizda ketish zonasi bor. Bu yerda hozir vaqtlarni ko'rib olamiz, Brisbane ketadigan vaqtlarda. Agarda siz Baliga aylanib kelmoqchi bo'lsangiz, ko'cha tarafda mana taksi zonasi bor. Shu taksini tashab siz chiqib olsangiz bo'ladi. Ketmoqchi bo'lganlarga, aeroportdan chiqib ketmoqchi bo'lganlar pastdan ketadi. Kelganlar shu 3-etajdan to'g'ri chiqib ketaveradi. Va hozir birinchi bagaj topshirib ko'ramiz. Chunki ikkita olib yurgim kelmayapti. İşte chimodanni bittasini topshirib olib, bittasini sudrab yeb yurgan yaxshi, chunki odam уже charchagan. Qancha bo'ldi уже примерно bir kun emas, bir 20 soatga yaqin уже osmondamiz, sanoq qilib yuribmiz. Odam sal charchagan. Juda issiq, yoqimsiz. Sovuqdan kelayotgandek issiq hozir sal boshqa bo'layapti adaptatsiyaga. Shunga hozir bagajlarni topshirib olsak, bilet topib olsak, borib ovqatlanamiz, keyin borib kutib o'tiraveramiz. Shu bilan soat 10 bo'ladi va Brisbane uchib ketamiz. Xudo xolasa, уже sizlar bilan Brisbane ko'rishamiz. Menimcha hamma kerakli informatsiyani sizlarga aytib bo'ldim. Yana nimadir bo'lib qolib ketsa, video davomida aytib ketaveraman. Hammaga rahmat. Hop, ayzlar, bizda departuramiz ye zonada bo'lar ekan, 26-29 da adashmasam. Hozirda biz 3-etajdamiz. Ko'rishingiz shunaqa kafeshkalar, restoranlar bor ekan. Lekin hozir qornimiz och bo'lgani sababli birinchi borib ovqatlanib kelamiz, keyin bagajlarni sekin topshiramiz. Ularni hozir bilan bizga tushuntirib ketaman. Birinchi bo'lib hozir Hungry Jacksga pastga tushib ovqatlanib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Halol bor ekan. Hozir bemalol, sorry. Hozir bemalol zakaz bersak bo'ladi. Burger Kingga keldik. Bu tarafda o'tirish zonasi bor ekan. Mana odamlar bagajlarini yurar ekan. Hop, shu. Xudo xolasa hozir zakaz qilib olsak, qani ko'ramiz nimalar bor ekan. Bizga dining ichkarida o'tirganmiz. Qaranglar, men mana bu tanlovga keldim. Har xillari bor ekan. 121 lekin men buni yo'qdi. Tovuq yedim kelmadi. Hop, hozir bizga mana shunaqa o'jinchamiz. Eng qiziq tarafi shu Burger Kingning oldi mana shunaqa view bor ekan. Va bu yerda ekranni ko'rib tursak bo'ladi, qaysi reysga qancha bo'lganini. Hali meniki ancha bor, soat 10 da. Xudo xolasa buni yeb olsak, bizga 209 ming rupiyaga tushdi. Buni narxini olib pastda ko'rasizlar. Shunaqa edi. O'sha men buni yeb olaman. Qaytib ketamiz bagaj topshirishga. Undan keyin chiqishimizni video olib, Xudo xolasa tabrikni ko'rishamiz. Hop, azizlar, qornimizni ham to'ydirib oldik. Hozirda Burger Kingdan chiqdik. Ko'rishingiz bu tarafda masjid ham bor ekan. Buni namoz o'qisa ham bo'ladi. Soatimiz ham bo'libdi. Bu soatimiz 7 bo'lgan. Xudo xolasa hozir borib bagajimizni topshirib olsak, dars chiqib ketamiz. Soat 7:30 bo'lgan ekan. Shunaqa maksimalni bu tarafdan yeb olgan ovqat yaxshiroq, chunki samolyotda qanaqa ovqat berishni bilmaysizlar. Shuning uchun yerdan qorin to'yg'izib olib, samolyotga chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yana ham ixtiyoriy. Sizga chisto o'zim maslahatim. Shu nasib hozir sumkamizni topshiramiz, dalishga ketamiz. Qorin to'ydirib oldik. Ovqatimiz $12 bo'lgan ekan. Va vizaga biz
$31 to'lagan ekanmiz. Bu yerda elektron viza kerak bo'ladi. Bizlarni to'ldirdik, bagajlarni oldik. Bagajni topshiramiz, ketamiz. Avstraliyada hisobdan ko'rishamiz. Bu tarafdan hozir pasportning kontrolidan o'tib oldik. Hozir ketyapmiz. O'zimizning geytlarimizga. Gate 1C ekan. Pasportda qo'limizda. Kirdik. Suv havoga oldim. Mayning chiqavergan. Hopayzlar, mana biz Brisbanega yetib keldik. O'sha xudo xohlasa biz chiqib oldik. Mana bu zona ожидание bo'ladi. Bu tarafda mana sim kartasida bo'ladi, birinchi kelganlar. Va mana shunaqa sumkani olib, mana bu yozuvni ko'rish hammaga nasib qilsin. Bu tarafda mana ekranchada bo'ladi. Shunaqa azizlar, mana O'zbekistondan Avstraliyagacha bo'lgan tripimiz nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa biz Avstraliyaga yetib keldik va hammalaringizga kim agar niyat qilib qolgan bo'lsa, xoh student, xoh turist viza bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Bizga aloqaga chiqsanglar, sizlarga yordam beramiz va Avstraliyada savdo qilib olib, birga aylanish hammadan nasib qilsin. Hammaga rahmat va Avstraliyada ko'rishguncha azizlar.